Kitobning 21-beti ikkinchi topshiriq quyidagi o'lchov birliklarini kichkinasiga almashtiring. Va bizda A ga e'tibor beradigan bo'lsak 0.9 metr bor. Buni kichkinasi santimetr bo'ladi. Shuning uchun biz metrni santimetrga aylantiramiz va 1 metr 100 santimetr bo'lganligi uchun biz 0.9 ni 100 ga ko'paytiramiz. Bunda 100 ga ko'paytirishda albatta bilamizki, bu yerdagi vergulni biz o'ng tomonga 2 marta suramiz. Shunda 1 2, ikkinchisida demak 9 oldiga 0 ni qo'yib 90 santimetr deb belgilab olamiz. Va keyingisiga o'tamiz. B ga bu 4.7 metr. Buni ham santimetrga aylantirishimiz kerak. Buning uchun 4.7 ni 100 ga ko'paytiramiz. Va shunda vergulni demak 1 marta 7 ning oldiga va yana 1 marta o'ng tomonga surganimizda 7 oldida 0 yoziladi va shunda 470 santimetrni tashkil etadi. Va keyingisi C variantda bizda demak 1.8 kilometr, buni metrga almashtirishimiz kerak. Demak 1 kilometr 1000 metr bo'lganligi uchun biz 1.8 ni 1000 ga ko'paytiramiz. Shunda javobimiz 1800 metr bo'ladi. Ya'ni vergulni demak 3 marta o'ngga 1 2 3 marta o'tkazamiz va 8 oldidan 2 ta 0 ni qo'shib 1800 metr deb belgilab olamiz. Va D variantini ko'ramiz. 5.164 kilometr. Buni ham metrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun buni 1000 ga ko'paytiramiz. Va bu yerdagi vergulni demak o'ng tomonga 2 marta 1 2 va 1000 bo'lganligi uchun 3-chi marta ham bor. 4 ning ortidan yana 0 ni qo'shib 5640 metr deb belgilab olamiz. I variantini ko'ramiz. 19.3 kilogramm biz almashtirishimiz kerak. Buni grammga, chunki kichkinasi gram. 1 kilogramm 1000 gram bo'lganligi uchun 19.3 ni 1000 ga ko'paytiramiz. Shunda vergulni o'ng tomonga 3 marta yurg'izamiz va 3 davomida yana 2 ta 0 ni qo'shib 19300 gram bo'ladi deb belgilab olamiz. F variantini ko'ramiz. 2.142 kilogramm. Buni ham grammga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun buni 1000 ga ko'paytirib olamiz. Va vergullarni o'ng tomonga 3 marta yurg'izamiz. 1 2, uchinchisida demak 20, ya'ni 2 ortidan 0 qo'shilinadi va javobimiz 2420 gram bo'ladi. Va G variantini ko'radigan bo'lsak 4.6 litr. Biz buni millilitrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun 4.6 litrni biz 1000 ga ko'paytiramiz va vergulni o'ng tomonga 3 marta 1 2 3 demak 6 davomida yana 0 qo'shilinadi va 4060 millilitr degan javob kelib chiqadi. Va H variantini ko'ramiz. 8.1314. Buni biz litrni millilitrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun shu sonni biz 1000 ga ko'paytiramiz. Shunda vergul o'ng tomonga 3 marta yuradi. 1 2 3 demak 4 ning oldiga keladi va javobimiz 8314 millilitr kelib chiqadi. Ushbu javobni ham belgilaymiz va keyingisiga o'tamiz. Demak, quyidagi o'lchov birliklarini kattasiga almashtirishimiz kerak. Ya'ni santimetr bo'lsa, birinchisida deylik 78 santimetr, buni metrga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz demak 78 santimetrni 100 ga bo'lamiz va bu metrda kelib chiqadi. 78 ni 100 ga bo'lsak, albatta bu yerda vergul 8 ning oldida bo'ladi deb aytamiz va uni chap tomonga 2 marta yurg'izamiz. 1 2. Demak, 7 dan oldin bo'ladi va bu yerga 0 tushadi. 0.178 metr bo'ladi. B ga e'tibor beramiz. 5 santimetr. Buni metrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun biz 5 ni 100 ga bo'lib yuboramiz. Va bunda vergul 5 ning oldigida deb, demak vergulni chap tomonga 2 marta yurg'izamiz. 1 2 va shunda yurg'izganimizda 5 oldidan yana 2 ta 0 paydo bo'ladi va 0.100 metr degan javob kelib chiqadi. C variantiga e'tibor beramiz. 60 metr. Biz buni kilometrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun 60 ni biz 1000 ga bo'lib yuboramiz. Bu yerda birinchi nollarni qisqartirib yuborsak ham bo'ladi va 6 ni 100 ga bo'lamiz. Shunda demak 0.106 kilometr kelib chiqadi. D variantini ko'ramiz. 132 metr. Biz buni kilometrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun buni 1000 ga bo'lib yuboramiz. 132 ni 1000 ga bo'lganda vergul albatta 2 dan keyin uni
ya'ni virgulni chap tomonga 3 marta yurg'izamiz. 1, 2, 3 demak birdan oldin bo'ladi va oldiga 0 ni qo'yib 0,1132 kilometr deb belgilab olamiz. Va i variant bunda 64 gram, buni biz kilogramga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun 64 ni 1000 ga bo'lamiz. 4 oldidan virgul bo'lganligi uchun bu virgulni chap tomonga 3 marta yurg'izamiz. 1, 2, yana bir yurg'izamiz, 3 bo'ladi va bunda ikkita 0 oldidan demak qo'shilinadi. 0,1064 kilogram javob kelib chiqadi. Va F variant 2176 gram. Buni biz kilogramga aylantirish uchun 1000 ga bo'lib yuboramiz. Shunda e'tibor beramiz, virgul bizda 6 dan keyin deb olamiz va shuni chap tomonga 3 marta yurg'izamiz. 1, 2, 3 demak 2 dan keyin virgul yoziladi. Ya'ni bu 2,1176 javob bo'ladi. Keyingisi 20 millilitr. Buni biz litrga aylantirishimiz kerak. 20 ni biz 1000 ga bo'lib yuboramiz. Bu yerda birinchi nollarni qisqartirib yuborsak ham bo'ladi va 2 bo'lingan 100 bo'ladi. Ya'ni 100 dan 2 yoki 0,102 litr degan javob kelib chiqadi va H ni ko'ramiz. 509 millilitrni biz litrga aylantirishimiz kerak. Shuning uchun 509 ni 1000 ga bo'lib yuboramiz. Deylik, bunda virgul 9 dan keyin uni biz chap tomonga 3 marta yurg'izamiz. 1, 2, 3. Demak 5 dan oldin virgul bo'ladi va uning oldiga 0 ni qo'yib 0,1509 degan javobni belgilab olamiz. Va ushbu betdagi barcha demak bo'luv amallari va ko'paytiruv amallarini ko'rib chiqdik va keyingilarni xuddi shu asosida yechishda davom etamiz.